Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Kaliforniya yomg'ir cho'lchang ishqibozlari, Mashhurat Ergash Kaliforniya cho'lchanglari bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana navbatdagi biyagomislarimizni Sirdaryo viloyati 9-sovxozdan zakaz qilishgan 14 tonna mana qoplab tayyorladik. Xudo xolasa mashina kelgan, hozir yuklash jarayonini ham boshlaymiz. Video davomida buni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik savol beradi, buni tushunmaganlar ham ko'p ekan. Mana shu zakaz qilishgan dehqon akamiz, aka biyagomis nima biz foydalanmaganmiz, o'g'itlardan foydalanganmiz deyishdi. Biyagomis bu ekalagi toza tabiiy o'g'it bo'lib, o'simlikni tez o'sishini rivojlantiradi. Uni yordamida yetishtirilgan har qanday meva sabzavotlar inson salomatligiga ziyon yetkazmaydi. Keyin mana Toshkent shaharidan mana Gulchi akalarimiz zakaz qilishgan upakovkalarni ham o'zimiz brendimizni chiqarganmiz, Sharq biyagomis. Xohlovchilarga 4 kilolik qilib magazinlarga, ko'chat-furushlarga bundan ham yetkazib beryapti kelishilgan holda. Agarda kimgadir shunaqangi biyagomis kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.